Shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Siz bir tajriba jamoasiga qo'shildingiz, sog'lom odamsiz. Vazifangiz sizga berilgan adresdagi kasalxonaga borasiz, ruhiy kasalxona. U yerda har xil ovozlar eshitayotganingizni aytasiz va davolanmoqchi ekanligingizni ularga bildirasiz. Doktor sizni tekshiradi va kasalxonada sizni olib qoladi. Bir necha kun o'tib, tajribada ko'zda tutilgandek siz doktorga tuzalganingizni aytsangiz ham doktor bunga ishonmasa. Shu tariqa haqiqiy ruhiy kasallar ichida qolib ketishingizni bir o'ylab ko'ring. Nima qilgan bo'lardingiz? Siz ruhan sog' odammisiz yoki kasalmisiz? Buni kim biladi? Buni javobini kim aniq ayta oladi? Men haqiqiy sog'lomman yoki menda biroz kasallik bor deb siz o'zingiz aniq javob bera olasizmi o'zingiz uchun? Stanford universiteti psixiatriya professori David Rosenhan juda noodatiy bir tajribaga qo'l uradi. Professor psixologiya sohasida mutaxassislar qarorini shunchaki subyektiv, ular bemor uchun tashxis qo'yarkan o'zining hislariga va o'y-hayollariga qarab tashxis qo'yishlarini kuzatadi. Buni haqiqiy psixologik qaror uchun yetarsiz ekanligini o'ylay boshlaydi. Chunki doktorlar bir soppa-sog' odamni ham uchrashganda, tekshirganda tashxis qo'yib, soppa-sog' odamni sen jinnisan deb o'zlarini hislariga ko'ra jinnixonaga kirgizib yuborishi mumkin edi. Sana 1973-yilni ko'rsatarkan professor o'z familiyasini bergan Rosenhan tajribasini boshlash arafasida edi. Tajribada o'zi ham ishtirok etgani holda 8 kishilik ko'ngillilarni yig'adi. Bularning ichida 3 ta psixolog, bitta psixiatr, bitta o'quvchi, bitta pedagog, bitta uy bekasi va bir rassom bor edi. Bu 8 kishiga o'zini ruhiy kasaldek his qilayotganini aytishi, har xil ovozlar eshitayotganini va o'z rolini maromiga yetkazib o'ynashini qattiq tayinlagandi. Guruh a'zolari Amerikaning turli nuqtalaridagi boshqa kasalxonalarga yo'l olishdi. Kelishilgandek doktorga har xil ovozlar kelayotgani haqida va bo'shliq so'zini eshitayotganlarini aytishdi. Qizig'i shundaki, bu soxta bemorlarga rostdan ruhan kasal tashxisi qo'yildi va davolanish uchun kasalxonada olib qolishdi. Takror aytaman, ular kasal rolini o'ynayotgan soppa sog'lom odamlar edi. Doktorlar ularni jinni deb kasalxonada olib qoldi. Ularning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, doktorlar sizni jinni deb qaror berishdi va jinnixonada olib qolishdi. 8 kasalxonadan birortasi bemorga "Yo'q, sen sog'lomsan" deb qaytarib yubormadi. Ishtirokchilar har xil noodatiy harakat qilmadilar. Ortiqcha hech narsadan shikoyat qilmadilar. Oddiy hayotdagidek yashadilar, shunchaki ular ovoz eshitishayotganini aytishdi xolos. 8 kishidan 7 tasiga naqd shizofreniya tashxisi qo'yildi. Shizofreniya bu odamning haqiqatni noto'g'ri qabul qilishi, ovozlar eshitishi yoki asossiz narsalarga ishonishi bilan namoyon bo'ladigan ruhiy kasallikdir. Qolgan bir ishtirokchiga esa bipolyar buzilish, kayfiyatning keskin ko'tarilishi va chuqur tushkunlik, depressiya davrlari bilan kechadigan ruhiy kasallik tashxisi qo'yildi. Rosenhan ishtirokchilarga agar ularni kasalxonaga qabul qilishsa, ular ham kasalxonada qolishlari va kasalxonani kuzatishlarini tayinlagandi. Bu vaqt ichida ishtirokchilar boshqa kasallar bilan suhbatlasha boshlashdi, terapiyalarga kirishdi, berilgan dorilarni o'z vaqtida ichishayotgandi. Shu bilan birga doktor va shifokorlarning munosabati bemorlarga qanday xatti-harakat qilishlari va qanday dorilar berishlarini sekin yozib bora boshladilar. Tajribaning ikkinchi bosqichiga kelganda esa bu soxta bemorlar o'zlarini yaxshi his qilayotganini, ulardagi simptomlar yo'qolganini, bir qadar tuzalganini aytishlari kerak edi va ular shunday qilishdi. Ammo ular boshidan beri sog'lom insondek munosabat qilishlari va kasallikdan xoli bo'lishganini qayta takrorlashmasin, baribir shifokor shizofren insonga qilgan munosabatini davom ettirdi. Shifokorlar ishtirokchilarning normal harakatlarini anormal qabul qiladilar. Masalan, sog'lom ishtirokchilardan biri daftar tutib, bu yerdagi holatni yozib borishini ko'rgan shifokor, bu telba o'zicha bir narsalar yozyapti deb o'ylaydi. Normal
taomlanib, normal gaplashayotgan bu insonlar shizofrendek ko'rinishda davom etadi. Bu holat umuman muhim bir holat deb qaralmaydi. Bu kasalxonalarning 6tasi nufuzli bo'lgan, shaharning eng oldi kasalxonasi bo'lgan xususiy kasalxonalar edi. Ishtirokchilar shifokorlarning kasallarga so'kinganini, hatto jismoniy jarohat berganini kuzatishdi. Parvarish esa juda kam edi. Davolash davomida 8 ishtirokchidan eng erta chiqqani 7 kunda, eng kech chiqqani esa 57 kunda ruhiy kasalxonadan chiqdi. Shunda ham kasalxona fikriga ko'ra, bu insonlar tamoman sog'ayishmadi, balki ulardagi simptomlar ancha kamaygani aytildi. Eng g'alati holat shu. U yerdagi shifokorlar, hamshiralar bu ishtirokchilarni jinni deb o'ylab telbaga munosabat qilishar ekan, u kasalxonadagi haqiqiy telbalar bularni payqagandi. Ya'ni bularga qarab, sizlar kasal emassizlar. Sizlar sog'lom insonsizlar. Sizlar bu yerni tekshirgani kelgansizlar yoki nazoratchisizlar yoki boshqa bir maqsad bilan kelgansizlar, lekin sizlar jinni emassizlar degan edi telbalar. Ya'ni bir shifokor bir jinni bilan sog'ni farqlay olmas ekan, u yerdagi jinnilar bu narsani farqlay olishgandi. Mana shu yerga kelganda meni ham miyam to'xtadi va bitta savolni o'zimga berdim. Aslida kim jinni? Ishtirokchilar umumiy davolash vaqti davomida 2000 dan ortiq dori ichishga majbur qilingan. Yaxshiyamki ular bu dorilarni ichmaslikni uddalashgan va yashirib axlatga uloqtirishgan. Beparvo hamshira va shifokorlar buni sezishmagandi. Kim dorisini ichdi-yu kim ichmadi, buni umuman bilishmagandi, toki ishtirokchilar tajribadan chiqib David Rosenhan jinnilar orasida aqlli bo'lish degan maqolasini chiqargandan keyin hammasi o'rtaga chiqdi. 1973-yilda chiqqan bu maqola bilim insonlarini shokka tushirdi. Ruhiy kasalxonalarda to'g'ri tashxis qo'yilmayotgani, shizofren tashxisi qo'yilgan ishtirokchilarning aslida sog' ekanini bilishmagani, kasalxonadagi bir qancha jinni deyilayotgan sog' insonlar u yerdan chiqishi kerakligi juda muhim edi. Chunki ruhshunoslar insonlarga shunchaki kayfiyatiga qarab tashxis qo'yayotgani o'rtaga chiqqandi. Bu maqola chiqqandan keyin o'nlab kasalxonalar professor Rosenhanni inkor qilishdi va rad qilishdi. Hatto ba'zi kasalxonalar uni yolg'onchilikda va qalloblikda ayblashdi. Bu chiqqan maqoladagi xabar butun jamiyatda xavotir uyg'ota boshladi. Kasalxonada yotgan jinnimi yo'qmi bilmayman, chunki aniq emas. Ana shu yotgan bir bemorni yaqinlari, oila a'zolari kasalxonalarga murojaat qila boshladi. Bir kasalxona bu izlanish va tajribalar tamoman yolg'on ekanligini aytdi va professor Rosenhanni rasman qo'shtirnoq ichida jang maydoniga chaqirdi. Oldimizdagi 3 oy ichida siz bizga istaganingizcha insonni yuboring. Biz ularni tekshiramiz, qaraymiz, ko'ramiz va qaysi biri sog'lom, qaysi biri nosog'lom, ularni biz aniq shaklda ajratamiz va asl haqiqatni o'rtaga chiqaramiz dedi. Professor Rosenhan bu duelni qabul qildi. Men oldimizdagi 3 oy ichida sizga insonlarni yuboraman, lekin siz qaysi biri kasal, qaysi biri sog'lom, ularni ajrata olmaysiz dedi. Bu duelning natijasini birozdan keyin sizga aytaman. Tajriba insonlar orasida mashhur bo'lib ketdi. Bu tortishuvlar Amerika psixiatriya assotsiatsiyasi ruhiy buzilishlarning diagnostik va statistik qo'llanmasi kitobining qaytadan yozilishi va o'zgartirishlar kiritilishiga sabab bo'lgandi. Shu bilan birga insonlar tomonidan aqliy nosog'lom insonlarga qilinadigan munosabatlar ham o'zgara boshladi. Albatta, ruhiy salomatlik juda ham muhim, lekin inson hayoti davomida juda ko'p narsani boshdan kechiradi. Bir kun siqiladi, bir kun o'ylanadi, bir kun stressga tushadi, bir kun qayg'uga botadi. Har xil holatlarni boshdan kechiradi va bu tabiiy va normal holat. Lekin biz bu holatlarni hammasini to'plab, uni ruhiy nosog'lom yoki uni jinni deyishimizga sabab bo'la olmaydi. Balki tajribaning maqsadi shu edi. Insonlar og'ir kunlarni boshdan kechirarkan, darrov jinni tamg'asi bosilmasligi va atrofdagi insonlardan bunday qo'pol munosabat ko'rmasligi kerak ekanligi juda ham muhim edi. Balkim
qisqa bir davolanish bilan ruhiyati joyiga keladigan, salomatligi yaxshilanadigan kishilar noto'g'ri tashxis tufayli bugun jinnixonalarda umrini o'tkazayotgandir. Ehtimol rostdan ham jinni bo'lgan kasallar noto'g'ri tashxis tufayli ham o'ziga, ham atrofdagilarga jiddiy shaklda ham ma'naviy, ham jismoniy zarar berib kelayotgandir. Bir o'ylab ko'ring, siz rak bo'lmasangiz ham sizni doktorlar rak deyishsa va kimyo terapiya olishga majbur ekanligingiz aytilsa, o'rtoqlar, men rak emasman, unday demanglar deb inkor qilishingizga qaramasdan sizni qabul qilishmasa va sizni bir qadar yolg'onchidek ko'rishsa, qanday holatga tushgan bo'lardingiz? Duelning natijasi qolib ketdi deb o'ylayapsizmi? Oradan 3 oy vaqt o'tdi. 3 oy ichida 193 kishi Rozenxanni maydonga chaqirgan kasalxonaga borib shikoyatlarini aytishdi va davolanishlari kerakligini so'rashdi. Bularni yaxshilab tekshirgan kasalxona qat'iy ishonch va g'urur bilan gazetada o'z xulosalarini yozdi. Natija shunday: 193 kishidan 41 kishi yolg'onchi, tamoman Rozenxanning insonlari deyildi. Hatto 41 kishi ichidagi 19 kishi birinchi suhbatdayoq qaytarib yuborildi. Sen tamoman soppa-sog'san deyildi. Bulardan tashqari yana 42 kishidan qattiq shubhalandik, lekin anig'ini bila olmadik deya butun jamoatga xulosani e'lon qilishdi. Go'yo ular xalqqa haqiqatni aytishgandi. Rozenxanning yolg'onchi ekanini o'zlaricha isbotlashgandi. Ammo Rozenxanning javobi esa oxirgi bomba bo'ldi. Professor bu 3 oy davomida kasalxonaga hech kimni yubormaganini, 3 oy davomida to'liq uyidan chiqmasdan ilmiy izlanishlar bilan band bo'lganini ochiqladi. Insonni o'ylantiradigan tajriba. Kim sog', kim kasal bilish qiyin. Professor Rozenxanning xulosasi shunday edi: ruhiy kasalxonalarda sog' bilan jinnini ajrata olmasligimiz oshkor bo'ldi. Soppa sog' deb qaytarib yuborilgan 19 kishining taqdirini endi nima qilamiz? Bunday xato qarorlar qabul qiladigan kasalxona xodimlariga qanday ishonamiz? Buni aslo bila olmaymiz. Ammo bir gapni aniq ayta olaman. Bunday o'ta muhim masalalarda inson taqdiriga bu qadar beparvo bo'lgan tizimga umuman ishona olmaymiz. Insonlarning jamoat ichida bir-biriga juda sovuqqon va e'tiborsiz ekanligini kuzatgansiz menimcha. Ayniqsa yordam so'ragan bir kishiga deyarli hech kim yordam bermaydi. Bu mavzuni yaxshilab o'rgandim va tomoshabin sindromi degan qamrovni batafsil tushuntirdim. Video ekraningizni o'ng tarafida chiqdi. Videoni albatta tomosha qiling va inson ruhiyatini yaxshiroq tushuning.